Assalomu alaykum, Yakub House obunachilari, aziz mijozlarimiz. Bugun shaharning markazidamiz. Bu yerda shavat, yanında chiqib ta'mal sozlar ham bo'ladi. Shu yerda birinchi qavatda ikki xonali kvartira chiqdi. Birinchidan ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixojay zona. Buni o'zini yarasha plus taraf ham bor. Birinchi qavatda bo'lgani uchun oxirinda aytib o'taman. Oxirigacha kuzatinglar. Bu yerga xalosozlar, shkaflarni ham qo'yib bersangizlar bo'ladi. Bu tarafimiz spalni. Hamma jihozlari qoladi yaqinlar. Konditsionerlari bor ayni. Ko'rib turganingizdek hamma narsa qoladi. Eshiklar ham yaxshilaridan qo'yilgan. Bu qismini o'tadigan bo'lsak, bu yerimiz zol. Zoldagi ham hamma narsalar qoladi. Televizorlar ham osilib turibdi, lyustralar qo'yilgan. Eshiklar ham yaxshi. Xullas doğru gelib yashaydigan, undan tashqari yana bir plusini aytib o'taman oxirinda. Bu yerimiz yuvishxonasi. Sanuzel, kir mashina, voda nagrevateli, hamma narsalari bor, potolokacha kafel bo'lib turibdi. Bu yerimiz stolovoy zona, tripokatlanmaka, golokva tashab ketilgan. Bu yerda televizor ham bor, холодильникlar ham qo'yilgan. Bu yerimizda akva eshiklar qo'yib o'tilgan. Двухконтурный котел, yaqinlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kuxonniy zona, kuxniy banat chiqarilgan balkona. Balkon kattaligini ham ko'rib turibsizlar. Akva aynalar, reshotkalar, jalus perdelar. Plus tarafi qaranglar, bu ko'pirdan tushib kelaverish. Yonboshimiz biznesni rivojlantirish banki, avvalgi qishloq qurish banki. Bu yerdan ochib turib, ofis qilish ehtimollaringiz ham bor. Xohlasangizlar go'zallik saloni, tikuvchilik, ofis, shunday narsalarni ham qilib bersangizlar bo'ladi bu yerda. Ko'p so'raysizlar birinchi qavatdan shunga bir kichkina bir ofis qilmoqqa deb. Endi bu yerni ochib bersangizlar, bu yerlar ham ochiladi, keyin bu xona ham katta bo'lib ochiladi. Yaqinlar, shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Narxini qaranglar, narx ham yaxshi, 400 million. Bilasizlar, ko'pincha birinchi etajdan baland aytadilar. Balandda ishlashingiz mumkin, narxina yarasha. Hozir oddiy kvartiralar biz remontlar ham 350-360 uradi. Bu tim bo'li ishlaydi ishlamas, отдельный и точкасы yaxshi. Yanda shavatni bo'ynatib, aylanib, xohlasangizlar bizneslaringiz bo'lsa, bu yerda ofislarni qilib, tayyor qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Pastda nomerlar bemalol murojaat qilavering.